Aka shu yordam kerak edi menga. Tamam aka. Yo'l kiroga pul kerak edi-da, qaytaraman bir 50-60 mingmi? Qiztepadandaman. Men shunga o'zi undan bundan yordam so'rayapman, xuddi gadoyday tuyulyapman-da bularning ko'ziga. 100 ming kerak edi aka. Uyga yetishga. Qaytarishga lekin. Avvalambor kelganlar uchun rahmat. 1-aprel Hazil Mutoyba kuniga o'zaro blogerlar davrasida o'tirish qildik. Sultonobod Navoiyxonasi tomonidan Afiyat kafeda o'tiribmiz. Bugun hamma viloyatdan inson bor. Qashqadaryo, Farg'ona, Surxondaryo, Navoiy, bu yerda Buxoro shaharman. Hammamiz sizlarga notanish bo'lgan insonga telefon orqali sizlarga notanish bo'lgan insondan yordam so'raysizlar. Men telefon qilib beraman, yordam so'raysizlar. Qani ko'ramiz reaksiyasini 1-aprel Hazil Mutoyba kuniga sizlarning yurtdoshlaringiz sizlarga notanish. Nima deysizlar shu fikrga? Boshladikmi? Ko'ngilli ravishda qiz bolalarni boshlaymiz. Har doim ham davrada ayol kishining hurmati o'rni boshqacha. Mang. Siz qayerdansiz? Farg'onadan hozir. Men Farg'onadan Aliyor degan aka bor ekanlar. Vodiy yozib qo'ygan. Men Aliyor aka, qovunchi deb. Telefon qilib ko'ramiz. Aliyor aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Azizbekman, Buxorodan Navoiy. Salom, yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Alloh Zo'r, Aliyor aka, Navoiyxonamda o'tirdim. Bitta qiz bola kelgan, Vodiydan ekan, Farg'onadan ekan. Quvadanman dedingizmi? Qayerdanman dedingiz? Qo'qondan ekan. Ha, Qo'qondan ekanlar. Ha, uyimga yetolmayapman, taksi puliga pul yordam qilib turing debdilar. Men qiz ishonmaganday qilyapman. Gaplashib ko'raylik, rostdan Vodiydanmi bu qiz yo aldayaptimi meni? Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz aka? Yaxshi yuribsizmi? Ishlar joyidami? Ha, rahmat. Aka shu yordam kerak edi menga. Ha, Qo'qon qayerdansiz? O'zim asli biz Bog'doddanmiz, endi Qo'qondan deyiladi-ku. Ha. Ha, bo'ldi, men Chustdanman. Ha? Men Chustdanman. Chustdanmisiz? Namangandanmisiz? Ha, Namangan. Ha. Ha, xullas Nima yordam kerak? shu desangiz, telefonim kuyib qolgan, uydagilarga bildira olmayman, uyga ketyapman deb. Keyin pulim ham tugagandi-da, uyga yetib borishim kerak. O'sha uchun qaytaraman aka lekin. Aka, qanaqa qo'ldan kelsa yordam bering. Qo'ldan ham yomon chiqmagan, Bo'ldi, Aliyor aka, rahmat. Bir bilay dedim, rost aytyapti, yolg'on aytyaptim dedim. Rahmat Aliyor aka. Charchamang. Endi ikkinchi ekspres soat strelka bo'yicha ketdi endi bu yoqda aka. Shavkat aka, bu sizga endi mikrofon topasiz. Bu yerda Qashqadaryodan Jasur aka degan inson bor ekan. Jasur aka. Yaxshimisiz? Qarang. Men Navoiyxonamga bitta Qashqadaryodan Shavkat degan bola kelgan. Men Instagramdan ko'rib yo'lga qo'yganman aka deb pulim qolmadi yonimga 100 ming so'm yordam qiling debdi. Bir gaplashing, qani rost gapiryaptimi, Qashqadaryodanmi yolg'on gapiryaptimi? Alo, assalomu alaykum. Va alaykum, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat, o'zingiz yaxshimisiz aka? Ha, men o'zim yaxshi. Bo'ladi. Qayerdansiz? Men Kasb tumandanman. Kasbidan? Ha, shunday. Necha pul kerak? 100 ming kerak edi aka. Uyga yetishga. Qaytarishga lekin. Bo'ldi, topdim, lekin sen kasbidan emassan, shivamga o'xshamayapti. Nima ya, kasbdanmi? O'zi qayerdan? O'zim Qamashdanman. Kasbga borgan. So'rang qani kasbini biladimi biron joyini aka? Kasbini hech qayerdan bilmaydi, jonim. Yaqinchidan emas. Qayerdan o'ylayapsiz meni? Shevam qayerga tortib? Bilmayman, men 100 ming olganda men ishingdan 100 ming yetadimi, 200 ming berish kerak. Yo, 100 ming yetadi aka. Ha, men qayerdan bilsam, jonim sog' bo'lsin, mayli 100 ming oladi. Bo'ldi, mayli, Jasur aka charchamang. Buxoroliklar Farg'onaga kirasizlar, Farg'onaliklar Buxoroliklar sinadi. Ko'ramiz. Alo. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Tuzimsiz? Joydan charchamayapsiz. Ravshan.
Hozir men Farg'onaga kelganimda bu yerda bitta buxorolik aka yuribdi. Tojikcha gapiradi, tushunmayapman-da. Tojikcha buxorocha qo'shib gapiradi, men tushunmayapman. Qanaqadir yordam kerak dedimi, pul kerak dedimi? Ha, bir gaplashib ko'rasizmi? Assalomu alaykum. Nasılsın aka? Ko'ratan sarami. İşleriniz. Aka tojikmishmi, o'zbekmi? Ha, aka men Buxoroni Kogon degan joydanman. Bu yerga keldik, telefonni, sumkani o'g'latib qo'ydik to'qonda. Men shunga o'zi undan bunday yordam so'rayapman, xuddi gadoydek tuyulyapman-da bilan ko'ziga. Agar iloji bo'lsa shu qiz bilan bir nima qiling, men borganda sizga Buxoroga sirazi yetkazaman, adresimgacha beraman, sizga bir 200 ming so'm pul yordam qilib tursinlar. Men sizga ana o deyapti, siz bilan gaplashinglar deyapti, agar siz rostdan Buxoroligingizni isbotlasangiz deyapti, yordam qilaman deyapti-da. Alo. Ha, bor. Ha? Qaytarishga so'rayapman aka. Yetmagan siz berasizmi? Hozir klikimni ko'rishim kerak-da. Endi oxirgi Navoiyga qoldi-da siz. Navoiyga endi ko'raylik qani Navoiydan kim bor ekan. Navoiy. Shamshod yaxshimisiz? Sog'laringiz yaxshimi? Ishlaringiz yaxshimi? Charchamasizmi? Men Navoiyxonada o'tirdim. Bitta Qiziltepadan bola kelganda yonimga aka deydi, bir 50 ming olmish pul yordam qilib turing. Uyimgacha yetib olay, telefonim ishlamayapti. Bundan qarz so'radim, iloj bo'lmayapti deb Navoiyxonaga kelganda yonimga. Shu bola bilan bir gaplashing, qani Qiziltepani qayerdan ekan, meni aldamayaptimi, rost gapiryaptimi? Mayli. Bitta gaplashing qani? Alo. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi aka? Tinchsiz aka? Rahmat. Nima muammo aka? Yo'l ko'roga pul kerak edi-da, qaytaraman bir 50-60 mingni. Qiziltepadanman. Qiziltepaga borish kerak, o'shanga to'g'ri telefonim ishlamayapti. Menimcha yaxshi ham bilmayman-da Buxoroni. Hop, telefonni bering-chi. Ha, Shamshod. Hozir aka berib yuboring. Ha. Bu eksperiment-da bu, o'zbekni, o'zbekni tonimagan odamga ham o'zini nimasini qo'rqitib qo'ymasligidan isbot-da bu.